Yashil maydon sehrgarlarining tengsiz harakatlarini o'zida mujassam etgan Extra Time yana efirda. Xo'sh, bugun qanday mavzu deysizmi? Har yili futbolning jahondagi eng katta tashkiloti bo'lmish FIFA yil laureatlarini taqdirlaydi. 2009-yildan beri yilning eng chiroyli gol muallifiga Pushkish sovrini topshiriladi. Biz esa bugun Pushkish sovrini qo'lga kiritgan eng dahshatli 10 ta golni tanlab olganmiz. Ushbu 10 ta golni tomosha qilib bo'lganingizdan so'ng esa Extra Time'dan syurprizni qarshi olasiz. Marhamat. To'qqizinchi o'rinda voleybolchilar uchun master class namoyish etgan Braziliyaning Goianese klubi futbolchilari ijrosidagi gol. Gol muallifi Wendell Lira voleybol bobida o'z sherigidan qolishmasligini isbotlab qo'ydi. Bu ijroni yaqindan tomosha qilgan raqib himoyachilariga faqatgina havas qilish mumkin. ...2012-yilda fantastik zarbasi bilan Pushkishni o'ziniki qilgan Miroslav Stox 8-o'rinda. Stoxning qayerdandir kelib qolgan bu zarbasini darvozabon hatto ilg'ay ham olmagandi. Ajoyib gol. Bir paytlar Madridning Realida ham harakat qilgan Hamid Oltinto'p faoliyati davomida oltin to'pni ola olmagan bo'lsa-da, Turkiya milliy terma jamoasi safida zargarona gol kiritgan. Bu golni tomosha qilib, "Wow" deb yuboradi kishi. ...2017-yilda Crystal Palace darvozasini chayon kabi chaqib olgan Olivier Giroud Pushkish sovrinini qo'lga kiritgan edi. Olivierning ushbu goli futbol muxlislariga Olivier salati kabi totli bo'lganligiga shak shubha yo'q. Haqiqatdan ham mazzali gol. ...2000-yil 14-oktyabrda Ruminiyada tug'ilgan, lekin Vengriya yoshlar jamoasida to'p suruvchi Daniel Shori 19 yoshida Pushkish sovrini egasi bo'lgan. Sport gimnastikasidan namuna ko'rsatgan Daniel Ferencvaroshni yaxshigina jazolagan o'sha o'yinda. Malayziya futbolidan festivalimizga ajoyib geometrik chizma Moht Faiz Subri ushbu san'at asari bilan geometriya fani daholari tugul buyuk Leonardo da Vinchini ham hayratdan yoqa ushlashga majbur qila olardi. Yana bir ijodkor, kolumbiyalik James Rodriguez 2014-yilgi jahon chempionatida Urugvay postiga chiroyli tarzda zarar yetkazgandi. Bunday chiroyli zararlar esa futbol olamining duru gavharlari safidan joy oladi albatta. Cristianoga Picassolar ham, Da Vincilar ham qiziq emas. Chunki uning mana bu goli san'at asari darajasidan ham o'tib ketgan. Futbolga qiziqishi yo'q bo'lganlarga rahmim keladi shu paytda. O'ylab ko'ring, hali ham kech emas. Futbol sayyorasining haqiqiy terminatori bo'lmish Zlatan Ibragimovich hech kim hech qachon takrorlay olmaydigan buyuk zarbani tarixga muhrlagan. Bu golga assistent bo'lgan darvozabon Jo Hart bemalol xursand bo'laversa bo'ladi. Chunki ushbu betakror gol ssenariysida uning ham roli beqiyos. Come on. All right. Здорово, пошли!
Budeme jouer. Oddiy bir stolning bir joydan ikkinchi joyga joylashtirilishida jamoaviy hamjihatlik muhim ahamiyat kasb etadi. Extra timening ham bir joydan ikkinchi joyga siljishida ajoyib jamoaning mehnatlari beqiyos. Shunday ahil jamoa bor ekan, extra time raqib darvozasiga gollar urishda davom etadi. Loyihamiz haqida fikr, mulohaza yoki takliflaringiz bo'lsa, quyidagi manzillarimizda yozib qoldiring. Dilingizni xushnud etuvchi mavzular atrofida albatta to'xtalamiz. Keyingi diydor qadar uchrashguncha salomat bo'ling.